Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli YouTube kanalim kuzatuvchilari, hurmatli O'zbekiston xalqi. Siz bilan har doimgidek psixolog Jahongir navbatdagi chiqishlari bilan bu safar ong osti dasturlari to'g'risida va nima uchun sizni hayotingiz, kurslarga borsangiz ham, meditatsiya qilsangiz ham, affirmatsiyalar bilan shug'ullansangiz ham o'zgarmayotganini, sabablarini qisqa video orqali tushuntirib o'taman. Popkornlarni tayyorlab oling va video yoqsa like bosib qo'ying, do'stlaringizga ulashing. Demak, nima uchun sizni hayotingiz o'zgarmaydi? Nima uchun siz faqat qarzda yashaysiz? Nima uchun sizda qiyinchilik, munosabatlaringizda yaxshi emas jarayonlar, hech kim sizni tushunmaydi, xavotirda, biron bir vaziyatni, ya'ni biron bir maqsadni o'z oldingizga qo'ysangiz, o'sha maqsadga erishish uchun qo'rquvlar ichingizdan yog'ilib keladi. Nima uchun? Nega? Bularni asosiy sababi sizni ichki kompyuteringiz, ya'ni ong ostingiz hisoblanadi. Olimlar tadqiqot olib borishgan. Mana shu tadqiqotlar davomida aniqlashganki, inson ko'pincha qarorlarni, masalan deylik, hayotingiz yuzasidan muhim bo'lgan qarorlarni siz avtomatik tarzda qabul qilar ekansiz. Avtomatik tarzda qabul qilish degani ong osti bilan, ya'ni ong bilan emas, ong osti bilan qabul qilasiz. Xo'sh, ong osti degani nima? Endi kirib kelayotganlar, mana shu psixologiyani endi o'rganayotganlar uchun aytib o'taman. Deylik, kompyuterni kuzatsangiz, kompyuterni yoqsangiz, kompyuter ekranini ko'rasiz. Kompyuterni ekrani bu ong deb oladigan bo'lsak, kompyuterni ichki tizimi, kompyuterni miyasi, kompyuterni ichki sxemalari hammasi bu ong ostiga kiradi. Ya'ni ekran boshqarmaydi kompyuterni, kompyuterni ichidagi miyasi boshqaradi. Xuddi shunaqa bizda ham mana shunaqa ong osti bor va bu ong ostimizda e'tiqodlar, turli xil xotiralar, travmalar, dasturlar, og'riqli voqealar, hamma narsa mujassam bo'ladi. Ko'pchilik insonlar tashqi tarafdan muammoni o'zgartirishga harakat qilishadi. Deylik, efirlar qilganimda yoki konsultatsiyalarimda o'quvchilarning sevimli savoli bor. Turmush o'rtog'imni o'zgartirmoqchiman yokida pulsiz bo'lishimga mana bu yerdagi odam sababchi, yoki meni o'qitib olishgan, yoki meni sehrlab olishgan. Shuni hisobiga ko'p pul topa olmayapman deb muammoni ichkaridan emas, tashqaridan qidirishadi. Ya'ni kompyuteringiz buzilib qoldi, misol, kompyuterning ekrani ko'rsatib turibdi, lekin buzilib qolgan programmalarga kira olmaysiz. Bu vaziyatda ong aybdor bo'ladimi? Ong aybdor bo'lmaydi, ong osti. Ya'ni kompyuterni ekrani aybdor emas bu vaziyatda. Kompyuterning ichki sxemasida, ichki sistemasida buzilish bo'lgan. Ya'ni kompyuterga virus tushgan. Xuddi shunaqa biz muammoga nisbatan munosabatimizni o'zgartirmas ekanmiz, hech qaysi muammo o'zgarmaydi. Ko'pchilik insonlarni, yana takrorlayman, xatosi tashqi tarafdan qidirishadi muammoga yechimni. Aslida yechim ichkarida bo'ladi. Aslida muammoni asosiy ildizi sizni ong ostingizda saqlanadi. Agarda mana shu ong osti o'zgarmasa, travmalar bilan, e'tiqodlar bilan, bloklar bilan ishlamaydigan bo'lsangiz, hech qachon natijaga chiqa olmaysiz. Endi blok nima? To'siq nima? Mana shuni soddaroq qilib tushuntirib beraman. Blok degani sizni mana shu dunyoda biron bir qo'ygan maqsadingizga erishishingizga to'sqinlik qiluvchi ichki qarashlar, ichki dunyo qarash, ya'ni cheklovchi fikrlar desak to'g'riroq bo'ladi. Masalan, deylik, siz ko'p pul topishni xohlaysiz, juda ham boy bo'lishni xohlaysiz ongli tarzda, lekin ichki ong ostingizda pulga nisbatan qo'rquvlar bor yoki boylarga nisbatan kuchli nafratlar bor. Boylar o'g'ri bo'ladi, boylar kazzob bo'ladi, ko'p pul topish zararli va xavfli. Qo'shnim ko'p pul topardi, uni mana tunab ketishdi. Mana shu kabi ichki xavotir, qo'rquvlar bo'ladigan bo'lsa, siz hech qanaqasiga boy bo'la olmaysiz. Va mana shu ichki xavotirli fikrlar, ichki xavotirli jarayonlar bu bloklar sanaladi. Agarda mana shu bloklarni bartaraf etmaydigan, bloklarni yechmaydigan bo'lsangiz, hech qanaqasiga 10 talab ishda ishlaysizmi, 20 million oylik topasizmi, hech qanaqasiga boy bo'lib keta olmaysiz. Aynan blok mana shunaqa sizni harakatlaringizga qarshilik qiluvchi ichki cheklovchi qarashlar hisoblanadi. Keyingi masala, bloklar asosan 4 xil usulda shakllanadi. Ong osti to'siqlari. Masalan, hayotingizni buzib yuboradigan, hayotingizni o'zgarmasligiga sabab bo'ladigan dasturlar 4 xil usulda shakllanar ekan. Birinchisi bolalik jarohatlari.
Masalan, bolalik paytlaringizda ota-onangiz sizga, bu yerda ota-onalarni ayblash niyatim yo'q, chunki ota-ona farzandiga yomon bo'lsin demaydi. Lekin ayrim vaziyatlarda o'zlari bilmagan holatda dasturlab qo'yishadi. Masalan, deylik, sana qo'lingdan kelmaydi, sen uddalay olmaysan, sen kim bo'libsanki bu narsalarni uddalay olasan, deb farzandiga past nazar bilan qarasa, farzandini tanqid qilsa, farzandini urib, tepkilab, hamma narsada taqiq qo'yadigan bo'lsa, bu bolalik jarohatiga kiradi va mana shu bolalik jarohatlaridan sizni hozirgi omadsizliklaringiz shakllangan bo'ladi. Chunki bolalikda sizni shaxsiy meningiz o'ldirilgan, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz sindirilgan va ulg'ayganingizdan keyin bironta ham ishni uddalay olmaydigan insonga aylanib qolasiz. Mana shunaqa. Birinchi blokni kelib chiqish ildizi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, o'tmishdagi og'riqli voqealar. Har birimizda bo'lgan. O'tmishingizdagi og'riqli voqea bo'lishi mumkin. Ota-onangizni janjalini ko'rgansiz, otangiz onangizni qattiq urgan, qattiq jarohatlagan, so'kish, urish, janjal yokida avariyalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, o'lim voqealarini. Aynan mana shu o'tmishdagi og'riqli jarayonlar ham bizni ichki kompyuterimiz, ong ostimizda saqlanib qoladi va natijada bu cheklovchi qarash bo'lib hayotimizga o'z ta'sirini ko'rsatar ekan. Endi oddiy misol ko'rsataman. Turmushga chiqa olmayotgan bir inson murojaat qilgan. Murojaat davomida aniqladikki, uni ong ostida bitta programma bor. Ya'ni turmushdan qo'rqish, erkaklardan nafratlanish va qo'rquv. Bu qanday sodir bo'lgan? Yosh paytida, kichkina paytida ota-onasini urushiga, ota-onasini janjaliga ko'zi tushgan. Oilada janjal juda kuchli boshlanib ketgan va mana shu vaziyatda otasi onasiga qo'l ko'targan, urib tepkilab tashlagan, onasi hushidan ketgan, xullas juda ham yomon voqealar sodir bo'lgan. Mana shu narsani qizaloq ongi bilan qabul qilib juda kuchli qo'rqqan. Erkakdan birinchidan qo'rqqan, ikkinchidan ong ostida erkak bilan oilaviy munosabat qurish yoki erkak bilan yashash xavfli degan dastur shakllanib qolgan. Ichki qarash. Va mana shuni hisobiga 30 ga kirsa ham, 35 ga kirsa ham hech qanaqasiga oila qura olmayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Qayerda muammo bo'layotganini. Aynan mana shunaqa o'tmishdagi og'riqli voqealar ham bizni hayot yo'limizni to'sib qo'yar ekan. Uchinchi jarayon bu atrof muhit. Atrofingizda faqat noliydigan, shikoyat qiladigan, faqat yomonlikni ko'radigan insonlar bo'lsa, siz ham avtomatik ularni darajasiga, ularni fikrlash qolipiga tushib qolasiz. Va to'rtinchisi takrorlanish. Masalan, bitta fikrni to'xtovsiz tarzda takrorlayversangiz, aytaveradigan bo'lsangiz, bu narsa ham sizga cheklov bo'lib kirib qoladi. Masalan, yashash og'ir bo'lib ketyapti, pul topish qiyin bo'lib ketyapti. O'zbekistonda pul topish, yashash oson emas degan fikrlarni qanchalik ko'p takrorlaydigan bo'lsangiz, rostdan ham sizning hayotingiz qiyin bo'lib ketadi. Rostdan ham pul topishingiz oson bo'lmay qoladi. Mana sizga bloklarni 4 ta kelib chiqish ildizi. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, hurmatli o'quvchilar. Siz psixologga borasiz, siz affirmatsiyalar qo'llaysiz, psixologni meditatsiyalarni qo'llaysiz, lekin natijaga chiqa olmaysiz. Bu yerda ayb psixologdami? Yo'q. Bu yerda ayb noto'g'ri yondashuvda. Ya'ni siz aynan mana shu ong osti ilmlarni bilmasdan turib, siz shunchaki yuza bilan ishlayapsiz. Ya'ni ichingizda isitma bo'lyapti, tanani ichida qaysidir kasallikdan belgi beryapti va siz nima qilyapsiz? Tashqi taraf bilan ishlayapsiz, isitmani yo'qotish uchun. Qo'y yog'ini surkab qo'yapsiz, yana boshqa narsa qilib qo'yapsiz, temperaturani pasaytirish uchun, lekin ichki ildiz bilan ishlamaganingizdan keyin hech qanaqasiga foydasi yo'q. Oddiy misol keltiraman, qurib qolgan daraxt. Sizni hozirgi masalan deylik tinimsiz affirmatsiya qo'llashingiz, masalan deylik so'z kuchidan foydalanishingiz yoki meditatsiyalar qilishingiz mana shu qurib qolgan daraxtni barglarini yashilga bo'yab chiqish bilan barobar. Tasavvur qiling, daraxt qurib qolgan. Uni barglarini siz yashilga bo'yab chiqyapsiz. Lekin bu vaqtinchalik yordam beradi yashilga bo'yashingiz. Chunki siz muammoni o'zi bilan ishlamayapsiz. Muammoni shunchaki qisqa fursatga bostirib qo'yyapsiz. Va natijada nima paydo bo'ladi? Yana eski holatiga yomg'ir yog'ib ketsa, o'sha bo'yagan bo'yog'ingiz oqib ketadi va daraxtni barglari o'sha qurib qolgan holatiga keladi. Aslida bu yerda muammo daraxtning ildizida. Ya'ni ildiz nosog'lom, ildiz sog'lom emas, baquvvat emas. Mana shuni hisobiga nima paydo bo'lyapti? Barglar qurib qolyapti. Siz muammoni o'zi bilan emas, muammoni yuzasi bilan ishlayapsiz. Ko'pincha yondashuvlar ham mana shunaqa. Aynan mutaxassisga murojaat qilganingizda mana shu narsalarga e'tiborli bo'ling va shunga qarab siz natijaga chiqishingiz mumkin.
Iloji boricha hayotingizda bo'layotgan muammolar, pulsizlik, qarzdorlik, qo'rquv, munosabatlardagi muammolar bo'lsa, tashqi tarafga to'nkamang. Masalan, otam aybdor, onam aybdor yoki jamiyat aybdor, prezident aybdor, hokim aybdor, u aybdor, bu aybdor. Yo'q, kerak emas. Tashqi taraf emas, ichki taraf o'zgarmasa, tashqi muhitingiz o'zgarmaydi. Sizni hayotingizda bo'layotgan har bir voqelik ichki ong osti dasturlaringizni hosilasi hisoblanadi. Shunday ekan nima qilamiz? Albatta ong osti dasturlarini o'zgartirishimiz kerak. Agarda siz ong osti dasturlarini o'zgartirib, juda ham kuchli natijalarga chiqishni xohlasangiz, yangi davr tabibi deb nomlangan shogirdlik dasturimga start berganman. Kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni esa Telegram kanalimga ulanish orqali bilib olasiz. Hozircha shu, keyingi darslarda ko'rishguncha omad siz va bizni aslo tark etmasin. Hamisha salomat bo'ling.